Bismillahirrahmanirrahim. Allohu akbar. Ya assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Mana bu xonadonni qaranglar, kattaligini. Dahshat a. 29 sotiklik uy-joy. Maza qilib yashaysizlar. Atroflari to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan. Chorvachilik, yilqichilik, parrandachilik bilan shug'ullanaman degan aka opa-singillarimizga ichkarida molxonalari hamma shart-sharoiti bilan, bu yoqda uy-joylari bilan territoriyani qaranglar, mana chegarani. Juda ham zo'r holatda mana. Gazlar o'tgan, mana sho'tchiklar o'rnatilgan. Suv, svet, gaz, internet hamma shart-sharoiti zo'r. Molxonaga mana bu yoqdan отдельный eshik, chorva bilan shug'ullanadigan aka opa-singillarimiz. Yana bitta plyus tarafini qaranglar. Shundoq betonkani bo'yida ana. Katta trassa betonka. Bu tarafilar rohat, bu tarafilar Olmaliq Ohangaron. Shundoq trassani bo'yida qaranglar, mahallani ichida 29 sotikli uy-joy arzon narxda tezda sotiladi. Ulgurib qolinglar, hamma shart-sharoiti bilan. Ichidagi mebel texnikalari bilan shundoq sotaman, ketaman deyaptilar. Mana xonadonimizga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qaranglar, qanaqa go'zal xonadon. Uy-joyni qaranglar. Fasad mana, tepalari, pastlari, yo'llari zo'r holatda. Suv desanglar, suv mana hovlida oqib yotibdi. Mana ichimlik suv, vodoprovod suvi ekan. Mana naporni ko'rishinglar mumkin, zo'r holatda. Chorvaga mana bu yoqda отдельно molxonalar qurilgan mana. Qaranglar, atroflari to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan mana shvaka blok bilan. Agarodga mana bedali sepib tashalgan, odam bo'yi bo'lib ketibdi. Zo'r, juda ham go'zal holatda. Nariyoqlariga o'taylik. Manzilimiz, mana manzilimizni o'qib beraman. Toshkent viloyati Ohangaron tumani Shodmalik mahalla fuqarolar yig'ini, Bolg'ali mahallasi, Baxt ko'chasi 84-uyimiz. 29 sotiklik uy-joy. Haqiqiysi mana 29 sotik. Kadastr bo'yicha 19 sotik. 10 sotik krasniysi bor, qizili bor. Kelasizlar, ko'rasizlar, gaplashasizlar. Zo'r holatda xonadonimiz. Boshlang'ich narxi 100 ming AQSh dollari so'rayapti. Mana egalari pastdagi raqamlar shu akamning nomerlari. O'zlariga aloqaga chiqib, savdolashib, gazni bosib qolaverasizlar. Va hujjatlarni berib qo'yibman. Notariusda оформление qilib olasizlar, xudo xolasa, nomiyaga o'tkazib olasizlar. Bog'cha, maktab, magazin hamma narsa bor. Qo'yliq bozorigacha necha kilometr? 35. Rohatgacha 30 kilometr. Bu tarafilar Olmaliq Ohangaron, bu taraf Rohat. Mana uyda qaranglar mana. Lovullab yonib turibdi, konditsionerlar qo'yilgan, отопление o'tkazilgan. Juda ham go'zal holatda xonadon. Bu yoqlari mana kattaligini qaranglar buni. Kuchugizga qarab turasiz endi. Mana atrofni qaranglar. Полный забор mana. Juda ham go'zal holatda. Orqa taraflari mana. Qaranglar. Bu yoqda mana kotelni, kotellar o'rnatilgan. Zo'r holatda xonadon. Bu yoqda mana chorva kirdi chiqtisiga boyagi eshikni ko'rsatamiz sizlarga. Mana chorva kirib chiqishiga отдельный eshik. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham go'zal. Zo'r sharoit. Lekin soliqlarni hammasini 29 sotikka to'layapman deyaptilar. To'g'rimi? Mana 29 sotikka to'layapti ekanlar. Mana hech nimadan qarz yo'q deyapti. Mol mulk, yer solig'i, kommunalka hammasiga to'lab qo'yganman. Sharoitlari zo'r deyaptilar. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar. Go'zal holatda. Va nariyoqda ham darvoza bor ekan, aka. Bu ham molxonaga, chorvaga. Mana chorvaga ana yana bitta darvoza. Bu yoqda hojatxona mana. Mana bu qanaqa daraxtlar, aka? Tolmi? Mana tollar ekib tashalgan. Bu yoqda tutlar ekilgan ekan. Zo'r holatda uy-joy. Nariyoqda mana chorvaga. Aka, fasad qancha bu? Eniga qancha, bo'yiga qancha buni? Yerrimi? Ha. Anig'ini bilmayman, lekin Ya xullas anig'ini mana bilmayman deyaptilar. Kelinglar,
ko'ringlar, gaplashinglar, joyda qaranglar dahshatligini. Вообще udarku uy-joy. Agarot suvdan muammo yo'q. Nima ariq suvimi? Qayerdan kirg'izilar? Tepadan yurgan suv bor ekan, shundoq kirar ekan. Teshikcha tashab ketilgan ekan. Mana qaranglar, beda aralash bug'doy sepilgan. Zo'r atrofi. Molga shundoq o'rasizlar, mazza, tayyor pichan qishga. Go'zal holatda. Nari yoqqa o'tamiz, nari yoqdan molxonaga boraylik. Uyni ichini gullatib, yashnatib, zo'r qilib qo'yibdi. Xullas, kelasiz, yashaysizda. Hamma shart-sharoiti bor. Mahalla to'liq asfalt. O'sha betonkagacha mana asfalt. Zo'r holatda. Maktab, bog'cha, magazin, hamma narsa bor. Masjid bormi aka? Mahallani sal pastrog'ida masjid ham bor ekan mana. Bulardan keyingi mahallada masjid bor ekan mana. Mamtda mana yana tugallanmagan, bitmagan imoratlari bor. Bitirib olasizlar biron narsa qilib. Bu yoqda mana chorvaga, molxona, yozgi, qishki naveslari hamma shart-sharoiti bilan. Mana molxona ham o'zi juda ham katta ekan. Mana shart-sharoit zo'r holatda. Kelinglar, xudo xolasa, gaplashinglar, savdolashinglar. 100 ming dollar so'rayaptilar. Yana kelishtirib o'tib beradilar. 100 degani bilan 100 ga sotmaydilar-yu. Kelishadilar ana. Mana teylari podval xonadonni. Полностью podval qilingan. Mana elektr sho'tchiklar o'rnatilgan. Fundamenti balandligini qaranglar. Bu padushka ham quyilgan. Tegida padushka, yana yetmagani fundamenti balandligini qaranglar. Tayyor tapchallar. Endi xonadonga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yoqqa kiramiz mana. Kirganda oshxona mana. Juda ham go'zal holatda. Remontlari hamma shart-sharoiti. Pechkalar mana, devor pechkalar ko'ringlar. Mana bunaqa огнеупорный g'ishlardan, qizil g'ishlardan terilgan ekan. Yo'q. Ana, gaz o'tsa avtomatik o'chadi, yonsa avtomatik yonadi. Avtomatda. Zo'r. Mana turbalar o'tgan, atapleniyalar qilingan. Abo'ylari, remontlari hammasi guldek mana. Bu yoqda ham atapleniya. Oynalar tashqariga qaragan mana. Yorug', shinam, go'zal xonadon. Teylari pol uy joyda. Beton emas. Bu yog'imiz mana kirib kelaverishimiz. Ko'rayotgan hamma narsalar qoladi, xudo xolasa. A aka, tashib ketadilar. Konditsionerlar o'rnatilgan. Mana televizor, Wi-Fi, internet, YouTube mana hammasi shart-sharoit bor. Go'zal xonadon. Bu yoqqa kiramiz mana detski. Mana detski ko'ringlar. Hamma shart-sharoit. Kelasiz, yashaysiz, puliga kelsanglar bo'ldi. Atapleniyalar mana turbalar o'tgan. Teylari mana bu nima, aka? Laminant ekan teylari. Uyda tegan. Sharoit zo'r. Keyingi xonamiz mana katta zal. Mana. Ha? 6,5 ga 4 metr ekan. Balandligi ham bir 3 mi? 3 metr ekan mana. Qaranglar, lyustralar ilingan, zo'ri. Oynalar tashqariga qaragan mana. Yorug', shinam. Atapleniyalar o'tgan mana hammasi turba 1 2 3 4 ta qavatlisi zo'ri. Gap yo'q. Sambuferlar ham qoladi, xudo xolasa. Maza qilib tug'ilgan kun to'y hashamlarda eshiklar mana zo'ri MDF xonadonga. Mebel, texnika, hamma shart-sharoiti zo'r. Bu yoqda yana bitta zal. 6,5 ga 4 ekan. Stenkalar, hamma narsangiz yangi ekan, aka. Gap yo'q. Hammasi yangi. Mana stollari ko'ringlar, ikkita bir xil. Uy joy, gilamlar, tepalar, xullas hamma joy mana. Atapleniyalar, oynalar yana xuddi shunaqa tashqariga qaragan.
29 sotikli uy-joy, Toshkent viloyati Ohangaron tumani, Bolg'ali, shunaqa Bolg'ali mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 29 sotikli uy-joyga 100 ming AQSh dollari so'ralyapti. Bu yoq spalniy mana kattalarniki. Oynalar tashqariga qaragan mana. Hamma shart-sharoiti bor, отоплениyalar o'tgan mana trubalar. Remontlari qilib qo'yilgan. Zo'r holatda mana televizorlar o'rnatilgan. Go'zal holatda. Eshiklari o'sha aytganimdek mana. Yaxshisi kelasizlar, ko'rasizlar, gaplashasizlar, savdolashasizlar. Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa inshaalloh olasizlar. Yaxshi chiroyli kommentariyalar yozinglar, niyat qilinglar. Xudo xolasa nasib qilsin sizlarga. Hovlilari mana stяжка qilingan guldek qilib. Yer katta maydon. Вообще zo'r holatda 29 sotikda 5 ta 6 ta aka uy-joy qursa bo'ladi bu yerga. Sharoit zo'r. Ko'ringlar mana. Ariq to'la, suv mana kirib kelayotganimizda ko'rdik. Kelasizlar, o'zinglar ham ko'rasizlar, gaplashasizlar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, aka lokatsiya tashab beradilar. Liboy время kelib ko'raverasizlar. Ko'chani qaranglar mana. To'liq asfalt mana. Gaz turbalarini qaranglar o'tganini. Qo'ni qo'shinda mana kirib kelgan, shundoq o'tib kelgan. Zo'r holatda. Xullas, layklarni bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Pastdagi raqamlar uy-joy egasiniki, tepadagi raqamlar reklama xizmati o'zimiki. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xizmatingizda Temir Karvon. Hammaga omad, ishlaringizga rivoj. Kamida Xudo xolasa sizlarga shunaqa uy-joy xonadonlar nasib qilsin. Sog' bo'linglar.